birinchi savolda molekulasi 3 ta uglerod saqlagan alkanda nechta sigma bog' bo'ladi? Alkanning umumiy formasidan umumiy bog'lar sonini aniqlash formulasini keltirib chiqaraveramiz. Nega umumiy bog'lar sonini aniqlash formulasi? Negaki alkan tarkibida faqat sigma bog' mavjud, pi bog'larimiz yo'q. Uglerod tarkibida tor n 4 ta bog' hisoblangan uchun tor valentli organik birikmalarimizda +2n +2 jami esa jami 6n +2 ga bo'lib yuboramiz. Nega? Ikkita atom o'rtasida bitta bog' bo'lgani uchun 3n +1 bu umumiy bog'lar sonini aniqlash formulasi boya yozib chiqqanimiz deb nolning savollarda. Endi 3 ta uglerod atomi bor deyapti. Ya'ni 3 ko'paytirilgan n o'rnida ham 3 +1 bu esa 10 ta degan. Jami bog'lar, ya'ni sigma bog'lar soni 10 ta ekan. Javobimiz A varianti.